Hi everyone, welcome to High English Alphabet. Sağollasizlar, yaxshimisizlar? G'oyat til tarbiyalash markazimizniki o'sha ingliztili ئېلىپبەسى degan o'sha sin darsi kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi bu darsimizda yana davomli holda tovush o'rganamiz. Tovushlar esingizmi? Oldingi bizning takrorlagan o'sha tong twisterlarni esingizmi? Anaqda bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz o'sha qo'shma so'zliq tovushlar. Oldingi qadamliq darsimizda intayin murakkab bo'lgan taq so'zliq tovushlar to'xtalgan, hamda bugun qo'shma so'zliq tovushlar. Okay. Masalan, bunga masalan iye, uve, ay, oy, o, au degan shu qo'shma so'zliq tovushlar to'xtalamiz. Birinchisi nima desam, Okay. Bu deganimiz naq bizningki mush harfining o'qilishi. Harfining o'qilishi. Masalan, birinchi so'z qarab baqsaq nima desanglar? 8. Okay. What is that? 8. Okay. 8 deganimiz 8 degan gap. Shunami? Va keyingi so'zlar they, ular, they. Mana the. Okay. Ma tilimizda ozroq ishlaymiz. Beradinglar? They. Yaxshi. Okay, they deganimiz ular degan gap. Endi bu shu harfi talaffuz qilingan qaysi tovushlar bor ingliz tilida. Yo'q, harflar bor desanglar, masalan I yoki AY. Demak, endi bu shu harflar bilan kelgan so'zlarni sizlar qo'rqmay, deb talaffuz qilsangiz bo'ladi. Qaranglar bolalar, mana bu birinchi so'z nima ekan? Cake. Yana bir ta'kidlab o'tay, ingliz tilidagi oxiri i bilan oxirlashganda ni qanday qilmaymiz, talaffuz qilmaymiz. Masalan, cake, make, name, game, snake, gate, lazy degandek. Demak, hammasi ham shu o'tir demak harfi bor. Demak, ni deydigimiz Undan keyin ikkinchisi nima desam, masalan, rain, train, wait degandek. Endi yecho ay. Masalan, day, may, play, okay, today, way degan gap. Okay, degan. Mushlar nima desam, o'xshashlar nima? Okay, endi keyingi qo'shma tovush nima desam, Bu inglizcha shu harfininki o'qilishi. Masalan, bike, in talaffuz qilmadik-ku. Buni o'xshashlar bike. Hamda keyingisi kite. Osonmikan? Bu shunchalik oson bo'ldi. iPhone nima deb qo'yamiz? Shu iPhone, iPad, iTouch, iWatch degandek. Mushlar hammasi nima? Shu bilan boshlanadi. Demak, birinchisi yana birisi y yoki nima? Mush 3 harf bilan kelgan muborak so'zlarimizni naq mush deb o'qiymiz. Masalan, bilan kelgan kite, bike, nice, tiger, right, knife degandek. Endi makaynik va pichoq deganni knife deb o'qimaymiz, ammo k talaffuz qilinmaydi. Shuning bilan nima? Knife. Yoki oxiri y bilan oxirlashgan. Masalan, buy, cry, fly, my, sky, try, why. Ko'rdingmi? Buy, cry, fly, my, sky, try, why. Another king shu bilan o'xshashlarni tie, pie deymiz. Mana ma'nosi bilmasanglar hech qisi yo'q. O'qisanglar bo'ldi. Bizning maqsadimiz o'qishni o'rganish bolalar. Qanday qilganni bir tilimizni bir o'qish. Tushunarlimi? Tie, pie. Yana shu uy. Bu o'xshashlar buy. Buni buy desa bo'lmaydi. U o'tirdi buy deb olsa bo'lmaydi, nima? Buy. O'shanda keyingisi nima desam, mana og'zimiz jumla qo'llig'ini tovush tushunami? Keyingisi nima desam, tovush eti. Boy. Okay, boy. Boy. Masalan, boy o'g'il bola toilet. Okay, toilet. O burni degan gap, tazliq qo'yadi. Toilet.
Endi bu oy bilan keladigan tovushlardan shu OI yoki OY mushkisi asosli. Masalan, birinchisini o'qib qo'yinglar. Oil, boil, coin. Yaxshi. Yoki OY bilan boshlanadi. Masalan, boy, toy degandek. Mushlar kelib qolsa, demaysanlar, shu o'ylab qo'yilgan gap. Endi mana bugungi darsimizning bir tal til qayrishmash qilgan. Haste makes waste deydi. Okay? Haste oldiraqsonlik yoki oldirab soldirab qilgan ish. Makes yasaydi yoki paydo qiladi waste isrofchilik. Okay? Demek hem de aldırıp saldırıp lan bir iş qilsan, o ısrafçılığını keltirdi. Demekçi hem de aldırıp saldırıp qilgan şu bir kavul o ısraf buldu degan gap. Haste makes waste. Haste makes waste. Okay. Endi men yerga s bor, shuni makes deymiz. Haste makes waste. O'xshash nima? A bilan boshlaydi. A vakan qo'yaribdi. Haste makes waste. Haste makes waste. Haste waste makes. Yaxshi. Hoş şansı vallahi mana bugungi darsimiz bo'lmoqchi bo'lsin. Hamsa nayt ko'p mashq qilib, hamda dehqonlar kelar sonimiz bo'lsin. Siya.